Assalomu alaykum hammaga. Biz qo'yi ichi-chog'idan hasb tayyorlaymiz. Sizlarga yoqimli tomosha. Qora talonni o'pkani maydalab oldim, yuringni ham maydalab oldim-de. Ichiga to'g'irladim. O'zimcha bir tog'ora hasb qilib beraman desam, bitta tog'ora hasb chiqishi uchun 4ta qo'y ichiga kerak ekan. Hammanda bitta qo'y ichigi bor edi. Bismillah aytib boshlab yubordim. Ziravorlarni qo'shib, qo'llarimda mehr berib aralashtirdim, lekin shu ishxona miyamda bitta muzika aylanmayapti deyman. Muzikani sizlar miyanglarda aylanayotganini eshitgan bo'lsanglar, o'sha joyda qo'yib yuboraman o'sha muzikani. Mana hasbimizni boshlab oldim. Mashqchiridan suyuqligi shunaqa bo'lishi kerak ekan, taxminan. Chejovlarni sop chiqdi, yaxshilab yuvib oldim ichinglarni. Energiya boy bo'lib ishlashim sababi menga oyram kuch-quvvat beradi, qo'llab-quvvatlab. O'xshasa o'xshamasa pishsa, pishirsam pishirmasam menga o'xshaydi, qilavermayli, malades, zo'r deyishadi. Men shundan kuch olib qilaveraman bir nimalar. Endi hozir Madina bilan qiynalib qilyapmiz, qarashganligidayam baribir kichkinalik qilyaptim ijodlar qilib turishga. Lekin shundayam to'xtash niyati yo'q. O'zimcha to'g'rilay hasb o'rsammikin dedim, o'xshab chiqishiga. Qo'ysang yo'l bo'lsin dedim. Lekin zo'r chiqyapti. Qarayam shu boshimda miyamda shu muzikalar aylanyapti. Telefonga tegib chiqib kelaverib internetdan ham terarini solib keyin bularni yordamga chaqirdim boylar bering deb. Bo'ylashib yubordilar, uyni-moyniga qo'ygan deb. Qarasalar baribir yordamlashmasalar bo'lmaydi. Amallab boylab kelamiz. Qozonga tiqyaptik. Qaynab chiqqandan keyin yarim soat ninalarni tiqib pishirib oldik. Hozir endi qaynashga tayyor. Mana kamgina bo'lsa ham chiroyli. Itam mashni qarang chiqibdi. Yoqimli tomosha.